Bu O'zbekistondagi eng zo'r bog'cha bo'ladi. 1,5 ming kvadratlik bog'cha obyektimizda nimalar qildik? Video davomida ko'ring. Bog'lari bor o'zini, basseyn, massaj, tuzxonalar, hamma narsa bo'ladi. Barcha qonunlarni o'qib chiqdik. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining qonunida ko'rsatilganki, har bir bola uchun 2,5 kvadrat joy ajratilishi kerak bo'ladi. O'sha Shahzod do'stimiz bilan ko'rishdik va ular bilan kerakli bo'lgan maslahatlarni oldik. Eski bog'chani buzib, davlat standartlariga mos keladigan yana qayta bog'cha qurishni boshladik. Yaponiyada bog'chalar qanaqa bo'ladi? Xitoylarda, Saudiya Arabistonlarida bog'chalarga qanaqa e'tibor berishadi ular? Biz ham ulardan kam bo'lmagan holdagi bog'chani yaratish uchun juda ko'p izlandik, juda ko'p harakatlar qildik. Bu O'zbekistondagi eng zo'r bog'cha bo'ladi. Nima uchun bunaqa dedim? Hozir sizlarga tushuntirib beraman. Biz bu bog'chani hozir olganmiz, Toshkent shahrida joylashgan bu bog'chani joyi. Xo'p, keling yaqinroq. Ichkariga kiramiz. Ichkari kirganda sizga hozir hamma narsani ko'rsatib o'taman. Nima uchun O'zbekistonning eng zo'ri bo'ladi? Chunki buni bog'lari bor. Bog'chani yer maydoni ham kichkina emas. Va 200 ta bolalar olinadi bu bog'chaga, lekin o'sha 200 ta bolalarga qanaqa sharoitlar qilganmiz, nimalar qilganmiz, hozir hammasini tanishtirib o'taman. Bu yerda bog'lari bor o'zini. Karate uchun sport zali bo'ladi, basseyn, massaj, tuzxonalar, hamma narsa bo'ladi. Ya'ni bolajonlar uchun barcha sharoitlar bo'ladi. Keling, ko'rsataman ichkariga. Xo'p, endi biz hozir bog'chani kirish maydonida turibmiz. Ya'ni bu yerda bolalarni kutib olish uchun reception bo'ladi. Bu yerda bolalarni kutib olinadi va shu yerdan bolalarni o'zlarining guruhlariga tarqatishadi. Hovlida esa, hovlida охраняемый zona, полный qo'riqlovchi odamlar bo'ladi. Undan tashqari mini zoopark bo'ladi bog'chada. Mini zooparkda ana o'sha bolalarni yoshligidan ko'rib, katta bo'lish jarayonida bevosita hayvonlar olami bilan tanishib, hamma narsani sharoitini qilganmiz. Xo'p, endi ichkariroqga o'tamiz. Xo'p, bu joyda keng o'ynash uchun, bolalar uchun joy qilamiz, shkaflar qo'yamiz. Bu o'zi bog'cha bo'lgan, hurmatli yurtdoshlar, bog'cha bo'lgan, lekin oddiyroq bog'cha bo'lgan. Endi biz buni hozir eng zo'r bog'chani qilamiz. Ya'ni bu uchun nimalar qildik? Bu uchun biz Yevropa standartlarida, ya'ni bolalar bog'chasi qanaqa qilinadi, Yaponiyada qanaqa tashkil qilingan, Xitoyda qanaqa tashkil qilingan, dizaynlarda nimaga e'tibor berish kerak va bularni hammasini ko'rib chiqqanimizdan keyin biz umumiy konsepsiya tuzdik va O'zbekiston Respublikasining qonunida bolalar bog'chasini tashkil qilishda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqidagi barcha qonunlarni o'qib chiqdik. Va shundan keyin biz umumiy konsepsiya tuzib chiqib, eng yaxshi bog'chani loyihalarini qildik. Keling, yana bitta shu yerda isboti bilan gapiramiz. Xo'p, bu joyda oldin bog'cha bo'lgan. Mana bu joydan ko'rib turganinglardek yopilgan bo'lgan. Ya'ni bitta xonada, kichkinaroq xonada bolalarni masalan o'sha yerda o'ynatishgan va shu yerda ya'ni bolalar bog'chasiga kelishgan. Endi biz keng xona, yorug' xona, zamonaviy dizayn, zamonaviy texnologiyalar bilan buni biz hozir qildik. Ya'ni bu yerda IT bo'ladi, sport bo'ladi, massajlar, hamma bolalar uchun nima sharoit qilish kerak bo'lsa, hamma narsa qilingan. Va ko'rib turganinglardek, men dizaynlarni ham qo'yib boramiz. Ko'rib turganinglardek eng zamonaviy bog'chalar bo'ladi. Va shundan keyin bolalar rivojlanishi, aqliy salohiyati, dunyo qarashi, hamma narsa kengayadi. Ya'ni robototexnika darslari bo'ladi bu joyda. Bolalar hozir yoshligidan ITga, robototexnikaga qiziqib va mana shu yerda o'rganib, maktabga bular tayyor bo'lib chiqishadi. Hamma narsa o'rganib, darslar, fanlar chuqurlashtirilgan bo'ladi. Keling, yana sizga ko'rsatadigan joylarim bor. Biz eshik ochdik. Eshik ochdikda to'g'riga, ya'ni yoshligimizda, biz o'zimizda ham yoshligimizda qanaqa bo'lgan, biz o'zimiz o'sha o'tirgan xonaga taomlarni olib kelishardi. Lekin hozirgi zamonaviy bog'chalarda biz shunaqa qildikki, bolalar taomlanish uchun o'z ixtisoslashgan oshxonaga chiqishadi. Oshxonani ham o'sha dizaynlarni qo'yib boramiz, ko'rasizlar. Ya'ni
bu yerdan koridor bo'ladi. Koridor bo'lganda bolalar o'sha oshxonaga boradi, oshxonada ovqatlanishadi va o'zlarini xonalariga qaytib kelishadi. Ya'ni ovqatni hidi yoki o'sha ovqatlanish uchun maxsus tayyorlangan joylarga alohida borishadi. Keling. Biz hozir bog'chani 2-qavatiga chiqdik. 2-qavat bilan sizlarga eng qiziqarli faktlarni hozir gapirib bermoqchiman. 2-qavatdagi faktlar nima? Boya ta'kidlab o'tganimdek, bu joy o'zi bolalar bog'chasi edi. Ko'rib turganingizdek, 12 ta xona bor edi. 12 ta xona hammasi kichkinaroq xonalardan iborat edi. Hozir biz nima qildik? Hozir biz xonalarni kengaytirgan holda 2-qavatni o'zida 14 ta emas, bor yo'g'i 5 ta xonaga ajratdik. Ana endi bolalar keng xonada, zamonaviy yorug' xonalarda maza qilib o'ynashadi. Bu mana hozir ko'rib turganingizda eski o'sha kichkina xonalarni hozir buzib biz keng xona qilamiz. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining qonunida ko'rsatilganki, har bir bola uchun 2,5 kvadrat joy ajratilishi kerak bo'ladi. Endi tasavvur qiling, bitta guruhda 20 ta bola bo'lsa, ularga 50 kvadrat joy kerak bo'ladi. Biz o'shani 55 kvadratgacha, kerak bo'lsa 60 kvadratgacha ham katta xonalarni qildik. O naryoqda bitta xonamiz bor, даже kerak bo'lsa 70 kvadrat. Xo'p, endi bu O'zbekistondagi eng yaxshi bog'chani qilishda biz nimalarga e'tibor berdik? Biz bu bog'chani qilishda O'zbekistonda ko'zga ko'ringan eng topoviy bog'chalarning rahbari o'sha Shahzod do'stimiz bilan ko'rishdik va ular bilan kerakli bo'lgan maslahatlarni oldik. Nimalarga e'tibor berish kerak, nima kamchiliklarga yo'l qo'yish kerak emas. Ya'ni bu bolalar har birimizning farzandimiz bo'lganligi uchun bularda jiddiy yondashish kerak edi. Va undan tashqari ulardan konsultatsiyalar olgandan keyin biz shu bilan chegaralanib qolmadik va o'sha boya ta'kidlaganimdek, Yaponiyada bog'chalar qanaqa bo'ladi, Xitoylarda, Saudiya Arabistonlarida bog'chalarga qanaqa e'tibor berishadi ular. U yerdagi bog'chalarda o'sha o'sayotgan bolalar, yoshlar bizning farzandlarimizdan ilg'orlab ketmasligi uchun biz ham ulardan kam bo'lmagan holdagi bog'chani yaratish uchun juda ko'p izlandik, juda ko'p harakatlar qildik va mana natijasini endi hayotga tatbiq qilish etapidamiz. Yuring. Biz hozir eng 5 yosh, 6 yoshlik bolalarning xonasini mana shu joyga joylashtirganmiz. Bu yerda nimalarga e'tibor berdik? Biz bu yerda mana ko'rib turganingizdek kichkina xonalar bor edi. Hammasini buzib, kengaytirib 60 kvadrat kerak bo'lsa 70 kvadratgacha joy ajratdik. Chunki ular sho'x bo'lishadi, yugurib o'ynashadi va o'shaning uchun bularni shularga sharoit qilgan holda kengroq xonani ber. Ya'ni undan ham tashqari mana yoz kunlarida kun isib ketgan paytda bolalar yugurib o'ynaganda terlashi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Xonalar derazalarni ochib shamollatish uchun imkoniyatlar ham qildik. Har bir detalga mukammal yondashdik. O'ylaymanki, bu o'sha biz kutgan eng zo'r bog'chalardan biri bo'ladi O'zbekistonda. Juda ham keng, mana shu joyda bolalar o'ynash uchun yana ham bir chiroyli bo'lgan joy tayyorladik. Bu yerda xonalar ikki tomonga kirib ketiladi. Bu yerdan eshik ochilganda o'zini xonasiga kiradi, bu yerdan o'zini xonasiga kirganda bu joy katta zalga o'xshab bolalar o'ynash uchun har xil o'yinchoqlar, har xil ko'ngilochar narsalar mana shu iminni shu joyda tashkil qilinadi. O'ylaymanki, bu juda ham zo'r. Ko'rib turibsizlar, mana dizaynlarini juda ham hashamat bilan qilishga harakat qildik. Hozir biz bog'chaning yerto'lasiga tushdik, keling. Yerto'lada biz nimalarga e'tibor berdik? Ya'ni bu yerda oyna yo'qligi uchun ventilyatsiyon sistema qo'ydik. Tashqaridan toza havoni olib kirib, ichkarida, ya'ni o'sha ifloslangan xonadagi havolarni olib chiqib ketadi. Bular hammasi buziladi. Bular buzilgandan keyin juda ham keng joy bo'ladi. Keng joy bo'lgandan keyin shu joyda bolalar karate bilan mashg'ulot qilishadi, basseynlar bo'ladi. Undan tashqari, masalan, massaj xonalar, hamma narsa sharoitlar qilingan bolajonlar uchun. Ular maza qilib o'ynab, yaxshi bilimlarni olib, kelajakda yurtimizga, vatanimizga xizmat qiladigan o'g'il qizlar bo'lishadi degan niyatda biz mana shu ishlarni boshlaganmiz. O'ylaymanki, juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki ko'p zamonaviy bog'chalarda bu narsalarga ba'zida ahamiyat berishadi. Ba'zida ahamiyat bergan taqdirda ham joy yetmasligi mumkin. Bu bog'chamiz 14 sotuvdan katta bo'lgan joyda joylashgan. Hozir tepaga chiqqanda yana qolgan narsalarni ham tushuntirib o'tamiz. Va mana shunaqa sharoitda bizning bolajonlarimiz maza qilib dam olishadi. Havo hozir 41 gradus issiq. Biz shunaqa bo'lsa-da ishdamiz.
Keling. Bu joyda mana ko'rib turganingizdek bog' bo'ladi. O ichkarida ham hali daraxtlar bor. Ya'ni bu joyimizni, bog'chamizni zelyoniy zonasi ham juda ham keng qilingan. Bolalar maza qilib o'ynashadi bu joyda ham. Hali dekoratsiyalar qilinadi bu joyda. Qo'shimcha bolalarning ko'ngilochar joylari bo'ladi. Hamma narsani hisob-kitobi olingan va chiroyli bo'lish uchun hamma narsa sharoitlar qilingan. Ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganimizda bu eski binomizdagi qurilmalar bular hammasi buziladi. Bular buzilgandan keyin mana keling, juda ham keng bog'cha, juda ham katta bog'cha. Ko'p holatlarda biz ko'rganmizki, domlarning ichiga ham bir kichkina 2 sotixli uchastkaning ichiga ham bog'chalar qilib qo'yishyapti hozirgi kunda. Lekin bu bog'cha o'ta zamonaviy, o'ta qulayliklarga ega bo'lganligi uchun hamma ham bu joyga talpinadi. Hamma ham bu joyga bolalarini bergisi keladi. Hamma joy buzilgandan keyin bu joyda aktiv zal bo'ladi. Ya'ni bolalar har xil ko'ngilochar tadbirlar, bayramlarni aynan shu joyda qilishadi va undan tashqari narigi boshida oshxona bo'ladi. Oshxonada hamma zamonaviy texnologiyalarni qilgan holda shirin taomlar pishirish uchun, bolalar maza qilib o'sha ovqatlanish uchun hamma sharoitlarni dizaynlarigacha, konsepsiyalarigacha hammasini qilib chiqqanmiz. Dizaynlarga ko'rib baho bering.